Şыңlarını qarşı alımız. Bugünkü programımızda yazgıcı Abdurrahim Ötkür'nün öz namlıq tarihi romanının davamını anlatımız. Yaş idik. Uzun səfərgə atlanıb manğandı biz. Endi atqa mingedek bu qaldı ana nəvrimiz. Az idik. Müşkül səfərgə atlanıb çıxandı biz. Endi çoğun karvan ataldı. Kaldırıp çöllerde iz. Bu ay bu günlerde ölüm degen neme karıp tögege okşap kaldı. Tova, ona caziger bir şehir selva orap, perici ton kiyvağın, tadan tülkü işkelikini nereden bilek? Uygurlarda kuşniyettan aldaydı, adamın söz degen makal barlıqı, pekir inelerge ma'lum. Amma sen, yurtni koyup, ürümçigi çıkmaydigan iş edi. Afetni tügütüp, yurtning amanlıqını saqlash maqsadida 6 sentabr kuni harbiy sud ko'mirni etib tashlashga hukm chiqadi. İmam yakın kelip salam berişi bilen tangla Niyaz Dorga o'rnidan qo'zg'alib, "Ha, kelsizlar axınam. Chiraylar kulib, ichilib ketibdi-ku" deb yechaydi. İmam yangi xabar tepib kelganligini aytganda, "Yaxshi, eg'izdirg'i qannovat. Qani, ildamroq aytsachi" dedi Dorga imamga o'z yenidan o'rin berib. O'shir imam yilqi Temur Mo'jangning yaqinda bu yerlarga kelib, ba'zilarga g'alati gaplarni, masalan, Beyjingdagi Manjuxon oz kunda mullaq etib tushadi. O chaqda Shamaqstvangning ishimi tugaydi. Yerga bir navbat, erga bir navbat deb, endi navbat zulm chekkan kambag'al fuqarolarga keladigan o'xshaydi degandek gaplarni qilganini aytdi. Temur Mo'jang bu qitim safar qil degan qeri tejmalning uyida qo'nib o'tibdi-mish deb qo'shib qo'ydi. Niyaz Dorga bu gaplarni diqqat bilan anglab, Temurning qaysi jamoat kishisi va hozir qayerda o'ltiraqliq ekanligi, yilqi gaplarni kimlarga va qachon aytganligi to'g'risida imomga bir muncha savollarni qo'ydi. Imom buning hech qaysisiga aniq javob bera olmay, "Heliq kuni masjidda men qumulluq, kasbim yog'ochchi deganda gaplarni qilib edi" deb tilini chaynadi. "Ey, chelpakchi axınam! O'zlarga yog'liq chelpak bo'lsini bo'ldi. Qumulda ko'rminglagan to'mirlar bor. Qaysiga isilg'uloq? Hey, bo'pti. Sanoqchi beglar kelganda ma'lum qilurmiz. Heliq bir tomir, 100 tomir bo'lsa-mo, Qozibek hojamning changildan qechib qutula olmaydi. Endi islachi. Heliq qozoq qizi to'g'risida yangi gap bormi?" O'shir imom sal jonlanib, dam mushu ishda Temirdan gumon qiladiganligini aytdi. Qandaqsiga? deb qiziqdi Niyaz Dorga yana. Shu chaqda yiroqdan etini yo'rtib kelayotgan bir otliq ko'rindi. Bu yiliqi Yoqub Yasovul edi. U otdan tushmay turibla sanoqchi beglarning kelayotganligini aytdi. Niyaz Dorga bu ishdan allaqachon xabardor bo'lganligi uchun hamma tayyorliqlarini qilib qo'yguniga qaramay, o'z kishilariga yana bir muncha buyruqlarni buyurib, o'zi bir qancha yurt cho'nglari bilan sanoqchi beglarning oldiga chiqishga otlanib mangdi va ularni 7 chaqirim yerga berib kutib oldi. Sanoqchi beglarning yetib kelganligi to'g'risidagi xabar chaqmoq tezligida tarqalib, yurt ichini dahshat bosdi. Her kuzda bir keladigan bu la'natli sanoq yana kelib qoldi. Alning beshiga yana nima kunlar tushurkin? dedi Nurul buva shamolda yashanqirab turgan ko'zlarini yengi bilan surtib. Shundoq. Boshqa iqlimdagi kishilar go'r azobini o'lganligidan ko'sa, biz bechoralar tirik turib ko'ramiz. Onun ustiga yer tegib yotganlar go'r azobini bizga o'xshash her yeri ko'rayvermaydigando, dedi Saparqul gap qistirib. Shu oqshimi Niyaz Dorganing kang ozoda ho'ylisi
xuddi to'y kunlaridek qizib ketdi. 3-4 yerga qozon esilib, archa, qarag'ay o'tinlarining charsildab kuyishi bilan o'ylining ichi texmi jonlanib ketgan edi. Мәсілік тамақларының пұрықы әтрапқа ейіліп, әмі кішінің іштахасыны ечіп тұратты. Сылчы келем вә аппақ кигізлер білән безелген чоң мехманханының сұпсыға қатлымынан тоғач, мейві чейвә, қант нават, қаймақ пішлақ, серік май, құрут, боғырсақ вә олар кеклік көшлері білән толған дастыхан ейілған. Dastxanı çöredep, 10 kişi oturuşkan idi. Tördeki eyiq terisi üstüne yastığı yölünüp oturgan semiz kişi, bu qaytım Nerinker, Turköl, Arıtürük, Bay ve Nom taraflardaki çarığı sanığı baş bolup kelgen Ahun Qazibek degen kişi idi. O, Şah Maqsudның onu cəmət yaqın tuqqunu bolğaçqa, kişiler onu Qazibek Hoca dep ataydı. Onun manjuchi qalpaq ostidan ko'rinib turgan cheki chashlari bilan shalangroq kelgan soqollariga oq kirib qolganiga qaramay, yumaloq bo'ltay ko'zlari nihoyatda o'ynab turardi. Uning o'ng tarafida bir oz oraliq qo'yib o'tirgan sallali kishi yeshil pariji tonining yanglarini turib, chor soqolini pat-pat silab qo'yardi. Bu Uvays Mufti edi. Qazibek Hocaning sol tarafidami bir az araliq tashlab, tik yoqiliq ko'k chopini ustidan kang kamar bog'lab olgan o'tir yoshlik bir kishi o'ltiradi. U qamchisidan qon temib turadigan o'rdi jallotlarining biri Goyit Pashshab edi. Qolganlari sanoqchi, katib va hisob daftarchi beklar edi. Təqaqqa silingan addiyroq dastxan ətrafida miltiq qilishlarni tamga yo'lab qo'yib, Yoqub Yasovul boshliq 8 nökər o'ltirdi. Ularning hammasi degudek ko'k chapan, kun o'tuk, qora jiyaklik oq kiygiz qalpoq kiygan qovul yigitlar edi. Mehmonlarga qo'yiq qaymoq chaydan keyin paqlan go'shidan pishirilgan yapma va yog'liq sho'rpa tortildi. Teha ancha qarong'i tushmaganligiga qaramay, odatdagidan burunroq chiroqlami yiqildi. Endi bu mehmonxonani qari chiroq emas, bir necha yo'g'on mum shamlar yo'rtib turardi. Kang va qarong'i dahlizning temig'i esilgan yo'g'on qari chiroq tuvida bo'lsa, Nerinkirning baylaridan Suvir hoji bilan Boqiniyoz dehqon Niyoz To'rg'ining oldini to'sib, qandoqdir bir masala ustida qizg'in gap talashib turardi. Hech bo'lmasa, Mufti xonim bilan Pashshab begim bizning uyda qo'ng'ay, dedi putqo'llari yochivakninkidek inchga, uzun kelgan Suvir hoji. Insof qilsalar hajim, andoq tigicha hammasini bizning uyda qo'nsin demamla, dedi pakar do'g'liq kelgan Boqiniyoz dehqon. Ay, har ishkilari insof qilsalar. Qazibek hojam boshliq cho'nglarning hammasi mening uyimda qo'nadi. Qag'allarni har qaysilik bo'lib bermas. Jinning qasdi shoptulda desilar dorg'am. O'zlarining qasdlari shoptulda bo'lmay, o'rikning g'orsidimi-de. Shundoq, hammasining qasdi shoptulda edi. Sababi shuki, tog'da yashag'uvchi xalqning kambag'al tabiqasili emas, holliqlarimi o'z mollariga qo'shib, Shah Maqsudning chorvalarini beqib berishga majbur edi. Har yildagi to'mir chorva sanaqida hammaga o'xshash shart qo'yiladi. Sanoqchi beklarning og'zini kim o'pdan yog'lasa, shu ko'prak hayon ko'radi. Qanoyg'i yo'q, sunayg'i nada degandek, sanoqchi beklarning og'zini yog'lashga kambag'allarning albatta kuchi yetmaydi. Yana bir tarafdan chivinmi shirnisi bor yerga qo'nadi degandek, sanoqchi beklarmi holliq oilalarga tushishni xohlaydi. Shundoq qilib, Niyoz To'rg'ining taqsimoti bo'yicha Qozibek Xo'ja, Uvays Mufti, Goyit Pashshab va Yoqub Yasovul boshliq 2 nökər Niyoz To'rg'ining uyida qoldi. Qolgan bey va nökərlar ahvolga qarab uy-uylarga taqsim qilindi.
Dasturxon yig'ilib bo'lgandan keyin Qozibek xo'ja Chingan xo'jamning yorligiga binoan sanoqni tez tugutish va ertadan boshlab ishga kirish lozimligini qattiq cheklab o'rnidan turdi. Niyoz To'rga Qozibek xo'jani mum shamlar bilan yo'rtilgan ayrim bir uyga taklif qilib, hazratlarga mushu hujrni rastlab qo'ygan edim, dedi. Ondan 4 jup bo'kin munguzi, 6 jup bug'u munguzi ashlab qo'yilgan bir iyiq terisiga qo'shib, taxtalab qo'yilgan bir bo'ri jovi bilan bir tulki jovini oldiga qo'ydi. Az bo'lsinmi, iltifot qilg'ayla. Bak javob ketibdilar. Xo'sh, xo'jam, layiqlirdi bo'lmadi. Aytmoqchi, Shahzoda xo'jamga avatmoqchi bo'lgan heliq pari qiz nada? Rostili shuncha bola chiroyliqmi? Bir ko'sak bo'pti ekan. Chiroyliqqa qarab qo'yish sunnat deydi-ku, ha? Rostili chiroyliq edi, xo'jam. Edi deydi-ku. Xo'sh, xo'jam, bak chiroyliq edi. Shahzoda xo'jamning qo'liga tekkicha hazratlarga-mi? Amaza astag'firullah. Nima astag'firullah? Shuningdan keyin Niyoz To'rga yukinib o'ltirib, o'zi bilgan ahvollarni so'zlab o'tdi. Ammo bu gaplarga o'g'lini aralashtirmay, Safarqul bilan Omonqulni va madad bergan Temir Mo'jani qattiq yomonlab, oxirida Temir xalqi to'g'rili qo'shir imomdan anglaganlarini tafsiliy aytdi. Qozibek xo'ja kumush xong'isiga boshqadan tamaki selib, bir ikki qitim qattiq sho'rg'ach mundaq dedi. Ulug' Bejin xon to'g'risidagi gaplar taqimi yetib chiqibdi-da. Bu Temir xotin taloqni osmonga chiqib olsa topinidan, yerga kirib olsa ko'kilisidan tortib chiqamay bo'lmaydi. Uning sheriklari bu yerda bor ekan. Nima qil dedingiz? Heliqi tijmallarning aytini Safarqulmi? Xo'sh, xo'jam, dadasi Safarqul, balasi Omonqul. Yaxshi. Chingan xo'jam hazratlari İşte semirse ilgisini tishlaydi. Qo'l semirse xo'jasiga yanidi deb bekor aytmagan. Bu tijimallarni qattiqroq quchuqtab qo'ymasak bo'lmog'idak. Shundoq xo'jam, shundoq. Atisidan boshlab sanoq boshlandi. Xalq tili bilan aytganda, bu sanoq emas, jonni elib yonda qo'yadigan qiynoq edi. Sanoqchi beglarning daftaridan Vangning har bir qo'shqar va erkakimi qo'zilaydigan. Har bir oqta va oyg'irimi qo'linlaydigan. Har bir buqa va o'kizimi muzaylaydigan bo'lib chiqaverdi. Sanoqchi beglarning cho'ntikini to'shqizalganlarning yuki yeniklab, kambag'allarning hisobiga yezilaverdi. Uvays mufti masjidning supsida jamoatga amr ma'ruf qilib mundaq deydi. Allah'ın emri vacip. Allah Teala özünün yakın bendelerine padişahlık tahtını nisip kılıdı. Süleyman aleyhisselam, Eniscin, Divi Peri ve cancigerlerinin mu padişahı idi. Böyle yolvaz qoğuşaş yırtqışlar çıgıda Süleyman aleyhisselamın icazetsiz onun çarpaylarını yemeydi. Süleyman hem peygamber hem padişah bolgan bilen İslam peygamberge iman keltiriş o kişiге nisip olmagan. Bizning vangimiz Chingan xo'jam aliyleri bolsa, hamma dillarning ulug'i bo'lgan islom dinining payg'ambari va butun koinotning faxri hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning tavarik avlodi. Ya'ni Said zodadir. Shu vajdan Chingan xo'jamning charpaylarini bo'r yemaydi, iyiq ilib qochmaydi, jut so'qmaydi, qor bosmaydi. Kimki Chingan xo'jamga xiyonat qilsa, har ikki olamda jazosini tortadi. Buni hammanglar uqib qilinglar. Anglamaganlarga uqtiringlar. Muftining gapi shu yerga yetganda, masjidning orqasidan ko'tarilgan yig'izar va dod-faryod ovozlari hammani cho'chitibdi. Jamoatning ko'p qismi dur qilib shu tarafga yugurishdi. To'xniyaz Margan degan kishi terakka esilib o'lib olgan edi. Uning qiyri onasi, xotini va ushaq bolalari zar-zar yig'lab nima qilishini bilmay turibdi. Nerinkir bino bo'lgandan buyon bundoq ishni hech kim ko'rib boqmagan edi.
Chunki hamma musulmonlarga o'xshash bu yerning xalqimi o'z-o'zini o'ltirib olishni bak yomon ko'radi. Bugun bo'lsa, To'qniyoz margandek qabul va osonlikcha bosh egmaydigan bir kishining o'zini o'ltirib olishi hammani to'lima hayron qoldirdi. Ko'pchilik xuddi bu ishning sirini tushungandek marhumga ichinib xayrixohlik ko'rsatishga boshladi. Bir qanchaylan jasadni uyga elib berib, ustiga oq yepib qo'ydi. Vaqa mundaq edi. Bultur To'qniyoz margan o'rdidan olvonga tushgan 5 jup mungiz uchun bo'kan o'lab yurgan chig'ida tog'dan yiqilib puti sungan edi. Shu qishqi qo'tanga o'zi qarayolmay qilib, pashalik qo'ydan 50 necha qo'yni bo'ri yavatgan. 5 jup mungiz bilan bu qo'ylarning hisobi qo'shilib 160 qo'yga qarzdor bo'lgan. Buni bu yil cho'qim to'lashga tilxat bergan edi. Ölmekning ustiga tepmay degandek, bu yil atiyozda tuyuqsiz qor ko'chib, yana 80 necha qo'y chiqim bo'ldi. Shundoq qilib, o'z hisobida o'rdiga 250 qo'y qarzdor edi. Tönügünki sanaq natijasida buningga yana 50 qo'y qo'shilib, to'p-to'g'ri 300 qo'yga qarzdor bo'lib qoldi. Uning ustiga g'oyit pashshab, agar to'liq to'layolmasang, o'zing qo'l, xotin qizlaring dedak. Barliq uy saramjonlaring pashalik qildi deb gapni uzib atgan edi. Hey, To'qniyoz margan o'zini isib oladigan er emas edi. Dedi Nurul bova marhumning tovuti orqasidan ketib o'tib. Hey, yılan chaqsa, pilmi chirqirab tashlaydi. Dardga chiday olmay qolgan do'za. Bechora. Dedi Safarqul. Ular tavutni masjidga ilib kirganda, Uvays mufti bilan Hoshir imomning islom shariatida o'zini o'ltirib olgan kishining namozini tushirish durust emas deb allaqachon ketib qolganligi ma'lum bo'ldi. Buni anglab jamoat bir oz tengirqab qoldi. Nurul bova, "Ha, kelinglar. Islom shariati bu xonimlarning ko'nglidek tor emas. Jinoza namozini tushirib baxmagan bo'lsam-mo, ko'p qitim ko'rganman." dedi-da, o'zi namoz tushirdi. Bir necha kunlik sanoq butun Nerinkirni o'ngtay-to'ngtay qilavatdi. Safarqulning sanoq navbati nemishqidir hammadan keyingi qatorga qo'yilgan edi. Buvayning ko'ngli bir nimani tuygandek kecha-kecha beorom bo'lib chiqdi. U pat-pat talog'i chiqib, qo'tanni bir oylanib chiqatdi. Qari yilpiz uning yenidan ketmay, ansizlik bilan qovab qo'yatdi. Buvay bo'lsa, xiyolchan ko'zlari bilan osmonga qaraydi. Osmon gumbizi uning ko'ziga xuddi qori paranjiga o'rilib olgan qo'rqinchli bir jodugar mo'maydek ko'rinadi. Palildab turgan yulduzlar bo'lsa, shu jodugar mo'mayning paranji ichida porqirab turgan sehrli ko'zlarga o'xshab ketadi. Dunyo azaldan shundoq qorong'u yaralgan bo'lg'aymidi. Bu qorong'ulikning chekimi bo'lamdiganda. Durust. Tong otganda qizil qalqandek porqirab kunmi chiqadi. Mana kun chiqibdi deymiz. Ammo to'li chog'larda kunning yuzini qora bulutlar qoplab ketadi. Ya bo'lmasa, hash-pashtigacha yana qorong'i tushadi. Xudoy taolo kunduzni ozroq, kechini ko'proq yaratganmikin. U shu xayollar bilan yetib, tong etib ketganini to'ymay qoldi. Ot tuyoqlarining to'kirlashlari bilan qori yilpizning qattiq qovashlari buvayni xiyoldan uyg'otdi. Sanoqchi beglar kelgan edi. Ravixon mo'may necha kundan buyon sanoqchi beglarga atab yiqqan qaymoq, pishloqlar bilan choy qo'ydi. Orqadanla mazalik pishqan paqlon go'shimi keltirildi. Beglar sohibxonalarni olsala, baqsalami degizmay, bahuzur qo'rsoq to'yg'izishdi. Ondan qayna ansa deyishib, sanoqni boshladi-yu, onda mundoq qilib birdamdili tugitib, Safarqulni Niyoz Dorg'ining ho'ylisiga haydab keldi. Ho'ylining o'ttirsidagi yo'g'on qapoq terakka 2 yosh yigit yerim yalang'och esiqliq turadi. Ularning do'mbillari qamchi bilan tal-tal tilingan.
yüz ko'zlari yerilgan edi. Terak tuvada yanglari jaynakkicha turilgan 4 nökər qamchi tutgan qo'llarini beliga tirab g'adiyib turadi. Ularning yinidagi supiga üzme yog'ichidan 3 qirliq qilib yasalgan, har biri bir g'ulaç keladigan bir quchoq paloq yo'lab qo'yilgan edi. Bu g'ulda deb atiladigan maxsus jazo quroli edi. Peshayvonga selingan zilchi gilamlar ustida Qosibek xo'ja bilan Uvays mufti va ularning atrofida boshqa hisobchi beklar diqqat bilan o'ltirishadi. Niyoz Durg'u bilan Hoshir imommu bir chetda mag'rur qarab o'ltiradi. G'oyib pashab kimdir birini gajgisidan tutib, tilxatga barmoq bostirib Puhralardan Nurul Bovu başlık 20-30 kişi yerim daire bulup öğrü turadi. Safar qulni ilib kelgan beklardan biri ta'zim bilan bir parcha qog'ozni darhol Qozibek xo'jaga ishqi qo'llab sundi. Qozibek qog'ozni ko'zdan kechirmayla daftar tutib o'ltirgan bekning oldiga ishtirib qo'ydi. Ha, ayta. Pashalikning qolgan qo'ylarini nima qilding? Xo'sh begim. Yakında bir felaket gidip 30 qo'yni o'g'riga oldirib qo'ydik. Bulturqa 50 qo'y bilan ikkisi jami 80 tuyoq qo'y gadinimga tushib qoldi. Hey Galvan, 30ga 150 ni qo'ysa qancha bo'ladi? 180. Ansa ikkisi jami 80 deysan-ku. Xo'sh begim, 50 ga 30 ni qo'ysak 80 bo'ladi. Xotin talaq, sen kimni galvan etmeksen? Qara bununla! Daftarchi o'rnidan chachrab turib, Safar qulning oldiga keldi va daftarning qaydidan qilin xotan qog'oziga yozilgan bir muhrlik tilxatni chiqarib, uning ko'ziga tiqqudek bo'ldi. Ondan: "Bu sening barmog'ingmi? Ita! Niyoz Dorg'an bilan Hoshir imomning shahid bo'lg'ini yodingdimi?" Shundoq begim. Buning hammasi rost. Sen neymiş ki 80 deysen? 50'ki 30'unu koysak 80 bulmamdı. Dolu haramzadeli kımma. Hay begim, sabır kılsıla. Her iş bolsa şeriyet yolu bilen kıgaymaz. Qani, tilxatni bana bersilchi. Hisobchi tilxatni Uvays muftiga ishga qo'llab sundi. Mufti uni o'qib chiqqandan keyin mundaq dedi. Safarqul, o'zingiz 150 qo'yga qarzdor bo'ldim. Kelar yili jazman paqilni bilan qo'shib to'layman deb barmoq bisib tilxat yozib ekansiz. Shohidlarmi hozirkan. O'z gapidan yanmoq musulmonga joiz emas. Mana qarang. Mufti o'rnidan turib tilxatni Safarqulga ko'rsatdi. Haqiqatanmi mullan chiqilib qo'mish qalamda bitilgan tilxatda birlik degan so'zning oldiga 100 degan so'z qistab kirgizilganligi aniq ko'rinib turadi. Safarqul xat o'qiy olmasimi, bu ahvolni darhol tushunib, "Yolg'on! Azroil yolg'on!" deb varqirab tashladi. "Ay, qeyri tejmal! Yurikning yo'g'inab, tiling uzrab qopdi-ku. Kim sana yel berib atadi? Temir yog'ochimi? Onun paltisi har qancha ishtik bo'lgan bilan toshni yaralmaydi. Ur bu xotin talaqni!" Nökerlar Qozibek xo'janing buyrug'i bilan Safarqulni shu zamon yerim yalang'ochlab dum yotqizdi-da, put-qo'llarini besib turdi. G'oyib pashab uning yo'tisiga g'olda urishga boshladi. Ig'ir g'olda bovayning quruq so'ngak yo'tisiga tekkanda, xuddi taxtayga tegayotgandek qonqib ketadi. Shu arada talodin dod-faryod bilan hosirab ho'midab kirgan Ravixon mo'may o'zini bovayning ustiga otdi. Ko'zni yumib ochqicha mo'mayning bosh ko'zimi qonga bo'yaldi. U o'z juftining ustida hushsiz yotadi. G'oyib pashab g'oldini yana ko'tardi. Dal shu chaqda talodin yo'lvosdek etilib kirgan Omonqul pashabning qo'lidan g'oldini tortib olib, uning o'zini savashga boshladi. Nökerlar Omonqulga yopirildi. Dahshatli elish boshlandi. O'yladigilarning hammasi qiqas cho'qon bilan o'ri-to'pi bo'lishib ketdi. Biroq bu ish qandoq tez boshlangan bo'lsa, shundoq tez tugadi. Bosh ko'zi yerilgan Omonqul terakka bog'lab tashlandi.
Gayet paşapmı qonga melinib yerim hushsiz yotadi. Boshqa nökerlar bo'lsa, bosh ko'zlaridagi qonni tozalash, yaralarni tengish bilan ovora edi. Qozibek xo'ja xuddi jin tekkan sarangdek birdilla qattiq qaqoqlab kulib ketdi. Hamma kishi uningga hayron bo'lib qaradi. U g'angzisiga saranga yiqib o'tib mundaq dedi. Bu qo'rqmas arslonni qandoq tutarman demedim. O'zi kelib qopqonga tushkunini qaramamdigan. Beliqni birdan tutib, daryo bo'yida qongacha o'ltiraman demedim. Hammasining o'z oyog'i bilan kelib to'rga tushkunini demamdigan. Qani, Mufti xonim, fatvolarni ildamroq basila. Uvays Mufti katib bilan birdan ko'tuldashdi. Katibning qo'mish qalami oldin ala yezib qo'yilgan hukm qog'ozi ustida yana birdan yo'rg'ilab to'xtadi. Qani, o'qisizlar. Xo'sh, hojam. Deb hukmni unlik ovoz bilan o'qishga boshladi Mufti. Hükümnün mazmuni mundaq edi. Birinchi, Saparqul podshohligi bultur 150 qo'y qarzlar bo'lgan. Onun 80ni albatta sog'liq bo'ladi. 150 qo'yga shu 80 paqlan qo'shilganda bu yili 230 tuyoq bo'ladi. Onunga yaqinda yeb ketgan 30 tuyoqni qo'shganda jami 260 tuyoq qo'y to'lab berish lozim. Ikkinchi, o'g'li Amanqul o'g'irlab kelgan qozoq qizini Amanqulga nikohsiz ketib, islom shariatiga qattiq xiloflik qilgan. Oxirda ota bola ikkisi o'z qilmishidan qo'rqib, o qizni ko'zdan yo'qotgan. Uchinchi, Chingan g'ojamga dushmanlik niyatida bo'lgan Temir yog'ochchi degan buzg'unchini uyda qo'ndirib, uning bilan birlikda pishni ig'va tarqatgan. To'rtinchi, Saparqulning o'g'li Amanqul Sanoqchi beglarning bosh ko'zini yerib, ularni o'ltirmoqchi bo'lgan. Shuning uchun Saparqulning barliq mol-mulki, uy saramjonlari to'lang hisobiga podshohlik qilinadi. O'zi podshohlik mollarni beqish uchun Niyoz Durg'uning uyida umr bo'yi chakar bo'lishga hukm qilinadi. O'g'li Amanqul zindonga selinadi. Endi bu qozoq qizi o'z oyog'i bilan oldinlariga keladigan bo'ldi. Dedi Hoshir imom Niyoz Durg'uning qo'liga pichirlab. Niyoz Durg'a o'yladan g'amkin chiqib ketayotgan puhralarning orqasidan qarab, mag'rurlik bilan saqilini silab qo'ydi. Bu ishlarni senmi ko'rib qo'y, dedi Nurul buva. Oxirgi nurlarni parcha bulutlar mag'zida qoldirib, tog' orqasiga yo'shirinishga oldirayotgan kuz quyoshiga qarab qo'ydi. 7-bob Shamaqsutning tushi. Shaparang yaxshi ko'rmaydi debla. Kunga qarshi chiqish mumkinmi? Shayx Sa'di. Men shuncha bular qirib ketibdimanmi? Meni bu qiyri tas bekmo ani topqili turdi. Yo'qsa puchang ag'acham. Ay yuzlari yelimi gul suruqdek. Chashlari qunduz, ko'zlari yulduzdek turmamdi. Gepimga chin tutmasalar, aynakka qarab baqsalar. Dedi, qilin qori durdundan tun kiyib, beshiga oq shoyidan lechak selib olgan jivakkina bir mo'may chiroyiga kulki yuguritib. Puchang ag'acha orqasiga o'rilish bilan yo'g'on bo'y aynakdan o'zini ko'rdi. Bu aynakka har kunligi 10 qitim qarab turadiganligiga qaramay, xuddi o'zini birinchi qitim ko'rayotgandek, qash ko'zlarini suzib, chochlarini silab, qaqaqlab kulib ketdi. Aynakda olma uruqrang esil Xonju tavridan tikilgan uzun ko'nglak, ustidan o'ri yoqiliq kimxob nimcha. Beshiga yoqut ko'zlik oltin qadoqlar qadalgan zar do'ppi kiyib, havorang esil shoyidan lechak ortib olgan zilva bo'yliq bir ayol turadi. Uning inchga, uzun barmoqlaridagi go'har ko'zlik tilla uzuklar bilan quloqlaridagi yoqut ko'zlik so'kilar to'limi chaqnab turadi. Inchga qoshlari ostidagi shahlo ko'zlari o'ynaydi. Biroq uning yuzi yilqi mo'mayning aytganidek qizil guldek emas, seriq mo'mdek edi. Sochlariga oq sanjilganligi ko'rinib turadi. Demak,
mushu nuqtada Mo'may yolg'on aytgan edi. Bu Pujong Ag'acham degani Shah Maqsud Vangning ayoli bo'lib, uning o'z ismini hech kim bilmaydi. Bilgan taqdirdami hargiz tilga olmaydi. Chunki Vangning oila tavallarini o'z ismi bilan emas, o'ziga xos daraja unvonlari bilan atash Vang ordisining yosoni edi. Endi bizmi shu koni yosoniga rioya qilib, bu ayolni Pujong Ag'acha deb ataymiz. Andaq bo'lsa, bu qayri tasnimishqa hadisili yosh qizlarga nikohlanib oladi. Dedi Pujong Ag'acha yipak gilam ustida larzon mengib yurib. Uning gul va kepinik suratlari kashtalangan qilin topalliq kalutun kashi yo'g'on panjirlardan tushgan kun nurida val-vul qilib ko'zni qamashtiradi. Anglashimcha, teviblar Chingan xo'jamga 3 qizni do'riliqqa buyuribdi-dak. Ha? Qiz nima og'riqqa do'ri bo'g'idak? Er kishi qayrib qolganda, yosh qizlarga nikohlansa, yashirib qolgudakmish. Voy, undaqda biz qayrib qolsak, bizga nima do'ri bo'g'idak? Shu arada ikki kenizak kumush patnusda qand kezak va meva-cheva elib kirib, yong'oq yog'ichidan yasalgan naqshlik shiraga tizdi va oltin yolitilgan piyolalarga choy qo'ydi. Qani o'ltiring Aysa oppoq. Men rahmatlik Vang opamga o'xshamdiman. Bo'lakchili o'xshaydilar, qo'yib qo'ygandek o'xshaydilar. Pujong Ag'achining Vang opam degani Qumul Vanglarining 8-chisi. Ya'ni ayollardan tunji qitim Vang bo'lgan Mehribonu Chingvang bo'lib, u aslida Qumul Vanglarining 7-chisi Muhammad Beshir Vangning xonishi edi. Muhammad Beshirning Vangliq davri milodiya 1864-yilidan e'tiboran Xotan, Yakan, Qashqar, Oqsu, Ili, Urumchi, Qumul qatorliq joylarda Manju istibdodi va yerlik feodallarga qarshi orqa-orqadan qo'zg'algan xalq qo'zg'alonlari yillariga to'g'ri kelgan edi. Qo'zg'alon yillarida Muhammad Beshir Vang Mangju xonligi tarafida turganlikdan 1866-yili Qumul qo'zg'alonchilari tarafidan o'ldirilib, uning vangligi zavol topgan. Mehribonu o'zining o'g'li G'ulomiddin bilan 2 qizini elib, tog'ma-tog' sargardon bo'lib yurgan. Axir Qumul tavasida turish xatarlik bo'lgani uchun Janubiy Shinjonga qochib berib, bugur Yengsarda turib qolgan edi. Muhammad Beshir Chingvangning o'ldirilishi, xonish va shahzodasining qochib ketishi bilan Qumul vangligining tarixi bir zamon uzilib qoldi. Xalq qo'zg'oloni besiqtirilgandan keyin Manju xonligi Qumulning strategiyada muhim o'rin ekanligini va Qumul vanglarining izchil holda Manju xonga sodiqligini nazarda tutib, Mehribonuni bugur Yengsardan Qumulga elib keldi. Biroq uning o'g'li G'ulomiddin tug'ma aybniq, ya'ni polij bo'lganlikdan Manju xon maxsus yorliq bilan Mehribonuni Qumul Vang'a qilib tikladi va qo'zg'alon yillari xarob bo'lib ketgan Vang ordisini nurg'un pul xarjlab asliga keltirib berdi. Shundoq qilib Qumul vangligining uzilib qolgan tarixi Manju xonligining qo'li bilan yana ulandi. Mehribonu Vangliq taxtiga o'tirgandan keyin yig'liq yillari xarob bo'lgan egilikni tiklashga kirishdi. Eriq o'stang va ko'riklarni tuzitib, oq qolgan yerlarni teritdi. Egisiz qolgan yerlarni tizimlab, Gadaysang yeri deb nom berish bilan yerlarni ijaraga berkizdi. Usulni Gadaysangga qo'ydirib, uningga mas'ul kishilarni belgiladi. Mundaq kishilar Sidir deb atiladi. Sidirlar Gadaysang ochliqidan har kuni nurg'undan yoqtirib, boshpanoqsiz qolgan fuqarolarga tarqitib turadi. Xalqning hol ahvoli bir oz yaxshilangandan keyin uning doirasini kichiklatib, faqat g'arib miskin, yetim yesir, ojiz o'riqlarga beradigan qildi. Mehribonu Chingvang o'z dushmanlaridan o'ch ilishni unutmagan edi.
u yig'liq yillari Muhammad Beshir Vangni o'ltirishga qatnashib, keyin o'zini Vang, xotinini Pujing deb e'lon qilgan Supurgi Pakar bilan Supurgi G'ozibek deganlarni toptirib kelib, o'limga hukm qildi va ularning boshlarini Sepil darvozasiga ostirdi. Shu arada Mehribonuning cho'ng qizi, ya'ni cho'ng Ayla xonim, texiyatlik qilinmay turibla, tuyuqsiz bir hodisaga uchrab qazo topdi. Kichik qizimi bo'yiga yetib, hatto shu zamonning qoidasi bo'yicha aytganda vaqtidan o'tib ketdi. Chunki Qumul tavasida oqsuyakdan uningga loyiq tepilmadi. Oddiy puhralarni ular o'ziga loyiq ko'rmaydi. Mehribonu Chingvang mushi ish uchun beshini qotirib turganda, o'z vaqtida Muhammad Beshir Vangning tayjisi ham uning yaqin tuqquni bo'lgan Tojiddin Tayji degan kishining Qumul tog'larining birida omon saqlanib qolgan bir o'g'li borligini anglab qoldi-da, darhol uni tepishga Shumshuqliq Tohir Mirabni avatdi. Tohir Mirab Narnosu degan tog'da yashaydigan bir mo'mayning uyidan izlagan kissini topdi. Bu Rasululloh Tojiddin Tayjining o'g'li Shamaqsud bo'lib, yig'liq yillari dadisi qo'zg'alonchilardan qechib taqqa chiqqanda, uni o'zi bilan birga elib borgan va ota bola ikkisi puhraji yasinib jon beqib yurgan edi. U chaqlarda Shamaqsud 10 yoshlik bola edi. U dadisidan keyin yilqi mo'mayning qo'yini beqib jon saqlagan. Mo'may boshqalarga tunutmaslik uchun uning beshiga gungurt po'qini surtib, tozga o'xshatib qo'ygan edi. U 26 yoshigacha ustida yog'oq juva, putida cho'riq bilan shu tog'da yashagan. Mehribonu uni o'rniga keltirib, bir necha vaqt parvish qilgandan keyin cho'ng to'y o'tkazib, uni o'ziga kuyovul qilib olgan va o'rnining muhrdorlik mansibini bergan edi. Aradan 4 yil o'tganda Mehribonu Chingvang "Nimala degan bilan men ayol kishi. Gohi-gohida o'zimni bir qonati yo'q qushdek sezib qolaman. Uning ustiga o'lim degan qosh bilan kirpik orasida. Meningdan keyin Vanglik taxtiga varis qiladigan o'g'lim yo'q. Shunga kuy o'g'lim Shamaqsud begni o'zimga yordamchi Vang qilib berish to'g'risida Bejing xonga xat sunsam ekan" degan xayolga kelib, buni o'zining nasihatchisi Ne'matulloh Qozibekka aytdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Maqsud, bizni ko'ryapsansa, biz ixtirik, ha? Shayx Sa'di Hazratli podshohni daraxtga, xalqni yiltizga o'xshatib, xalqqa zarar yetkazma, bo'lmasa yiltizing qurib ketdi degan hikmatli gapni qoldirib ketgan. Yomon odamlarning Qumul ziminida to'plar qilishiga zinhor yo'l qo'ymag'aylar. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zihoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdulsul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'ofur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Ko'zimizni ostirganlik, o'zimizni suyganlik. Mening ko'zim eng chiroyli.